Yo do'stlar. Nima ham derdim. Metrodan keyin qayta yoqa olmadim. Pauza qilib telefonni o'chirib qo'ygandim. Avtomatik tarzda o'zi stop qo'ygan ekan. Shu sababdan qayta yoqish bo'lmadi. Hozir Sergeliga kelib bo'ldim. O'sha Abdulaziz uyda bo'lsa kerak, bu video ham endi uyda joylanadi. Men o'zim uyimda borgandan keyin. Narigi 15 minutlik videoni nima bo'ladi? Bu davomi. Hozir uyimgacha bo'lgan momentlarni olib boraman bo'lmasam. Ketdi. Bizda mana bunaqa salonlar bor, avtosalonlar. Avtosalonda nima bor? Mashina bor. BYD asosida elektromobillar. Bunaqa. Wow, bo'lmalar yo'q endi. Mana yerda turardi lekin. Imенно mana shu salonda bo'lardi. Acha BMWni nima bo'ladi? Elektronli versiyasi bor bo'lardi, turardi, men ko'rgandim. Har ko'rib o'tganimda maza qilardim. Acha ko'rib maza qilaylik degan holatda. Bizda bu yerda korzinka. Yo'nalishni aytib o'tsam, bu yerdan bo'lsa men o to'g'rida metro ko'rishingiz mumkin. Mana shu qo'l. Shu metro xullas. Bu yoqqa yo'l. Korzinka mana. Korzinkadan biz ikkita yo'limiz bor. Darsga to'g'riga o'tib ketish yoki bu yerdan qaylab mahalla ichidan kirib aylanib o'tish. Aylanib borish to'g'ri. Men asosan nima bo'ladi? Mahalla orasidan o'taman. Kamdan kam primoy betonka bilan kirib boraman kamdan kam. Shu sababdan mana shu bilan ketamiz. Ko'rmayman, bilmadim. Qorong'ulik ekan, qilishi mumkin. Yoki yo'q. Hozircha yaxshi. Davom etamiz. Bizda mahalla ham вообще ko'rinmayapti. Borgunimcha bir 10 minutlar bo'lsa kerak. Olib boramiz. Pervelitsodan olamiz, har doimgidek. Imенно 100 dan emas bu. Sal pastroqdan, shunda yaxshiroq ko'rinadi. Bizda bu yerda sama moyka bor endi, o'zingiz bilasiz. Dalish olib ketamiz. Bu yerda magazin bor. Bu o'zi zdaniya Al-Nur choyxonasi deydi. Shunaqa joy. Uni kirish tarafi narigi oldi tarafda mana kelamiz ko'ramiz. Mana. Hovana. Mana kirish joyi. Magazin. Biz chetrodan ketursak bo'laveradi. Odamlarga xalaqit qilmagan holatda. Ko'p o'zbekcha gapiraman. Какой o'zbekcha? Adabiy. Mashti yo'ldan har kechasi qaytaman. Ashula eshitib qaytardim ko'pincha. Hozir boyagi kadrlarni, boyagi endi videoni nima bo'ladi? Oxiriga yetkazmaganim uchun endi aytib qo'ydim-ku, işte davom ettiramiz. Shunga shu yerdan olishga qaror qildim. Bizda yana domla bor. Unda
China House nomli. Mana bu o'zimizdaniki. O'zimizdan domla. Sergey kam ta'minlanganlar uchun qurilgan domla. Mana bizda mahalla. Sergey mahallasi deydi, har bitta rayonniki bo'ladi-yu. Joyannisi deydi. Mana bu joyda. Xullas. Yo'l bo'ylab ketamiz. Deyarli uyimga ham yetib keldim. To'g'riga yo'ldan o'tgandan keyin domlada turaman. Endi polniy adres tashlab bermayman. Shu sababdan yo'l boshiga kelganni to'xtatamiz o'sha. Qiziq momentlarni olib boraman. Hali ko'p bo'ladi lekin videolar hali ko'p bo'ladi. Mabodo funk reactionlar ham bo'lib qoladi hali. Chunki o'zimga yana motivatsiya uyg'ondi. Endi sababi kommentlar yozishyapti, prosmotr ko'payyapti. Qorayib ketdim men. Prosmotr ko'payyapti. Shu sababdan qilamiz. Endi kontorin tarzda xayrlashib qolaman.